Assalomu alaykum sizlar ba'zan obunachilar. Bugungi videomizda sizlar bilan bizni bazamizda bor bo'lgan traverti mahsulotlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, bu traverti mahsulotlarimizni narxlari qanday turishini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, bularda bitta paqira har doimda 20 kilolik bo'ladi. Video uncha cho'zilmaydi, sirazi narxlarni ham aytib o'tib ketaman. Xo'p, maytini ko'rsatib qo'ysak, mana shu yerda raqamlilari bor. Mana shunday raqamlilari bitta paqiri 110 ming so'mdan, keyin manaqa sal chiroyliroq mana shunday yozuvlilari bor. Mana bir aytdi Leonardo deganlari bor. Bular 200 ming so'mdan chiqadi. Xudo xolasa kamini qilib beramiz. Bitta paqiri. Endi tashqariga chiqamizda qanday turishini ham ko'rsatib o'taman. Rasvetkalarni ko'rib turishingiz mumkin. Hozirda biz omborda 10 xil rasvetkalari bor. Jicha oldin aytib o'tganimda Leonardo deb qo'yaman, ko'rsatib qo'yishlar mumkin. Qanday turishi devorga sepsanglar yoki surtsanglar, bular albatta mo'sh bo'ladi, bemalol. Chang kirib bo'lsa, artib, yuvib ishlataverasizlar. O'zimizda ham aytdi, kirib bo'lganda shunday suvni sepamiz, toza bo'lib qoladi. Undan keyingisi boshqa marmarino deb ko'rsatib o'tganim, asha 200 ming so'mligi bu, ya'ni bitta paqirda 200 ming so'mlik bo'ladi. Hop. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketmoqchiman. Agar buni qo'lingizda surtmoqchi bo'lsanglar, 20 kilolikni xudo xolasa 10 metr kvadrat ketadi. Agar qo'lingizda sepmoqchi bo'lsanglar, 15 metr kvadratgacha yetadi. O'zimiz mana shu yerda har bitta rasvetkalarni yopishtirib chiqqanmiz, surtib chiqqanmiz. Hop, manzilimizni aytib o'taman. Manzilimiz Andijon shahar soy eski mazot ichida. Bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib, Telegramdan yozsanglar, lokatsiya tashlab beramiz.